Buxoro viloyati pedagogik mahorat markazi hamda Buxoro viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi hamkorligida innovatsion ta'lim, tabiiy fanlarda tanlov va loyihaviy yondashuv mavzusida viloyat miqyosida seminar-trening bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz shu xususda. Jondor tumanidagi 32 umumta'lim maktabda innovatsion ta'lim, tabiiy fanlar, tanlov va loyihaviy yondashuv mavzusida viloyat miqyosida seminar-trening bo'lib o'tdi. Tadbir Buxoro viloyati pedagogik mahorat markazi hamda Buxoro viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi hamkorligida tashkil etildi. Seminarda viloyatdagi tanlov sinflari tashkil etilgan maktablarda faoliyat yuritayotgan kimyo va biologiya fani o'qituvchilari ishtirok etib, o'z malakalarini oshirish, tajriba almashish va zamonaviy metodik yondashuvlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldilar. O'quvchilarning qiziqishi va qobiliyatlari asosida o'quv jarayonlarini tashkil qilishda eng muhim qadamlardan biri bu tanlov fanlarini o'qitishni joriy qilinishi bo'ldi. Tanlov fanlarini o'qitish 10-sinflardan boshlanib, 11-sinflarda ham davom ettiriladi. Tabiiy yo'nalishdagi tanlov fanlarida kimyo biologiya fanlari haftasiga 5 soatdan o'qitiladi. Bu albatta o'quvchilarni oliy ta'lim muassasalarida o'qishlariga imkoniyat yaratishdan iboratdir. Bu yo'nalishda asosiy e'tibor o'quvchilarda loyiha ishlari hamda amaliy mashg'ulotlarni tashkil qilish orqali o'quvchilarni kreativ fikrlash, mantiqiy fikrlash, tadqiqotchilik ko'nikmalari hamda jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Seminar davomida 32 maktabning tabiiy fanlar yondashuvidagi 11-sinf o'quvchilari uchun 2 soatlik ochiq dars mashg'uloti o'tkazildi. Maktabning tajribali kimyo va biologiya o'qituvchilari tomonidan genetika fanining rivojlanish tarixi mavzularida amaliy va nazariy mashg'ulotlar tashkil etildi. O'qituvchilar dars jarayonida yangi pedagogik texnologiyalar va tanlov sinflari uchun mo'ljallangan metodik yondashuvlarni namoyish etdilar. Tanlov fanlari bo'yicha, kimyo, biologiya yo'nalish bo'yicha viloyat miqyosidagi seminar-trening bugun bizning maktabimizda bo'lib o'tmoqda. Biz bundan juda ham xursandmiz, chunki aynan bizning maktabimiz tanlab olingani bu ham bizning mana shu o'qituvchilarimizni faolligidan dalolat beradi deb o'ylayman. Maktabimizda aynan shu yo'nalishda o'tgan yili bu tanlov sinf tashkil qilingan edi. Mana bu yil o'quvchilarimiz 11-sinfga o'tishdi. Bu tanlov sinfimizga oliy toifali, eng yaxshi mutaxassis, tajribali o'qituvchilarimiz dars berib kelmoqda. 300 yillik pedagog sifatida shuni aytamanki, mana shu tanlov sinflarida ta'lim olayotgan o'quvchilarimiz albatta kelajakda o'z o'rinlarini topib, vatan uchun xizmat qiladigan fidoyi insonlar bo'lib, o'z kasbining yetuk mutaxassislari bo'lib yetishadi. Seminar ishtirokchilari uchun Buxoro viloyati pedagogik mahorat markazi metodistlari tomonidan tafakkur makoni, tabiiy fanlar orqali ilmiy izlanish sari mavzusidagi amaliy trening mashg'uloti hamda tanlov fanlarida ijodkorlik va loyiha faoliyatini rivojlantirish, tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish mavzularidagi taqdimotlar tashkil etildi. Treningda tanlov fanlarini o'qitishda loyihaviy yondashuv, o'quvchilarni ilmiy izlanishga yo'naltirish, yangi metodik vositalardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar berildi. Ushbu seminar tabiiy fanlar innovatsion yondashuvini rivojlantirish, tanlov sinflarini yanada kuchaytirish va o'qituvchilarning professional salohiyatini oshirishga qaratilgan muhim tashabbuslar sifatida e'tirof etildi.